va bundan boshqa bepushtlikda juda ko'p muammolar bor. Bularning barchasida 90% erkaklar sababchi bo'ladi. Spermatozoidning o'zining spetsifik hidini o'rniga ko'pincha uchraydi yiring hidi. Juda qo'lansa, kasallikni sababini topsa, uni davolash juda oddiy hisoblanadi. Erkaklar 90% sizlarga bog'liq. Bepushtlikda erkaklar ham aybdormi? Bepushtlikda erkaklar 90% aybdor. Erkaklar videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Homiladorlikda homila rivojlanmasligi yoki homiladagi turli xil o'zgarishlar yoki homila tushib qolishi va bundan boshqa bepushtlikda juda ko'p muammolar bor. Bularning barchasida 90% erkaklar sababchi bo'ladi. Sababi spermatozoid bu asosiy urug' hisoblanadi. Urug' har doim sifatsiz bo'lsa yoki urug'dagi yetishmovchiliklar bu bepushtlik va homilaning oxirgi rivojlanmasligiga juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababdan erkaklarning birinchi navbatda xromosom tekshiruvlari va spermatogenezdagi o'zgarishlarni, fruktoza, saxaroza, vitamin D, undan boshqa kaliy, natriy, magniy, fosfor barcha mikroelementlarni genetik tekshiruvdan o'tkazib va spermatozoidni tekshiruvdan o'tkazib undan keyin homilador bo'lishga tavsiya beramiz. Barcha bepushtliklarda birinchi navbatda bizning klinikada erkaklar tekshiriladi. Nafaqat spermogramma, balki biz spermatozoidni fish usulida va karyotiv usulida va genetik usullarda tekshiramiz. Spermatozoidni bosh qismidagi fruktozadan boshlab, o'sha kalsiy, VDR genlaridan tortib barcha mikroelementlarigacha tekshirib o'tamiz. Spermatozoidlarni qayerida mutatsiya yoki qayerda nosog'lom sperma bo'lsa, biz shuni davolab turmush qurgandan keyin homiladorlikka ruxsat beramiz. Spermatozoidda bo'lgan o'zgarishlarni o'rganib, undan keyin uni davolagandan keyin sizlar 100% nima muammoligini bilib olasizlar. Birinchi navbatda erkak kishi tekshiradigan narsa bu spermatozoidni fish tekshiruvdan o'tkazish. Fish tekshiruvdan o'tkazishdan sababi bu spermatozoidni holati, to'liq holati, xromosomasi qanday? Asosan erkak kishida Y xromosoma, Y xromosomani hisobiga spermatogenez ishlaydi. Y xromosomani hisobiga boyagi testosteron ishlaydi. Bizning asosiy maqsadimiz fish tekshiruvdan o'tkazish. Shu Y xromosomasida uzilishlar yoki kesilishlar yoki boyagi mikroelementlarda yetishmovchiliklar bor yo'qligini aniqlash uchun biz fish tekshiruvini tavsiya qilamiz erkak kishiga. Bu spermatozoidni karyotiv xromosomasini fish tekshiruv usulida tekshirib ko'rish. Ikkinchi tekshiruv usuli boyagi biokimik tekshiruv usuli, bu spermatozoidni biokimik bosh qismidagi fruktoza. Masalan, sizlarga misol qilib aytaman, erkak kishi o'g'il bola uchrashuvga chiqqanda yoki shokolad yoki tort yoki gul bilan chiqadi. Shu sababdan spermatozoidda ham shunga o'xshagan fruktoza, bosh qismida fruktoza bo'ladi. Tuxum hujayraga kelganda fruktoza bilan keladi va uni o'ziga yarasha spetsifik hidi bo'ladi. Bu endi hammaga tushunarli qilib aytganda atir sepib keldi deydi-ku, xuddi shunga o'xshab o'zini spermatozoidni spetsifik hidi. Spermatozoidning o'zining spetsifik hidini o'rniga ko'pincha uchraydi yiring hidi, juda qo'lansa, yoqimsiz hidlar keladi. Bu spermatozoidda spermatogenezda noto'g'ri ishlayotgan. Spermatogenezda yallig'lanish jarayoni, tuxum hujayra, tuxum moyakda yallig'lanish borligidan ma'lum bo'ladi. Biz klinikamizda juda ko'p hollarda uni tekshirib o'tamiz, tekshirdik va tekshiruvda davom etamiz. Bular hammasi amalda o'zimizning klinikamizda, praktikamizda bo'lib o'tgan holi. Bitta, ikkita emas, bu yuzlab, minglab tekshiruvlarda biz buni ko'rib o'tganmiz. Shu sababdan biz hozirgi kunda klinikamizda shunday bemorlarni juda oddiy usullar bilan davolab kelmoqdamiz. Kasallikni sababini topsa, uni davolash juda oddiy hisoblanadi. Obuna bo'linglar va kanalimizdan oxirigacha kuzatib boringlar. Sizlarga juda qiziq bo'lgan ma'lumotlarni berib boramiz. Spermatozoiddan uy sharoitida hillab yurmanglar, bilinmaydi. Normal hid bu kashtan hid keladi. Spermatozoidlarni fish usulida yoki oddiy spermogramma usulida tekshirish juda oddiy va og'riqsiz. Uni ko'pchilik bilishadi, spermogramma topshirishadi, lekin spermogramma topshirishda ham o'ziga yarasha etaplari bor. Bu tekshiruvlarni o'tish jarayonida klinikamizga murojaat qilsanglar, o'z etaplarini tushuntirib berishadi. Birinchidan 3 kun spirtni ichmaslik, jinsiy aloqada bo'lmaslik va kuchli stressga tushmaslik, och qolmaslik. 3 kun periodik qilganingizdan keyin 4-kuni klinikaga kelib, och qorin, to'q qorin farqi yo'q, steril sharoitda spermogramma fish tekshiruvlarini topshirsanglar bo'ladi. Klinikaga kelganingizda 4-kuni sizlarga barcha
etaplarni xodimlarimiz sizlarga tushuntirib berishadi. Agar klinikaga kelsangiz, bugun kelib 3 kun kutmayman deb kelib topshirsangiz, unda ham rezultat olasiz, lekin yetarlicha rezultat olamiz. Sababi spermatogenez to'liq ishga tushmagan bo'ladi yoki yallig'lanish jarayoni chiqmay qolishi mumkin. Yetarli miqdorda spermatozoidlar tayyor bo'lmasligi mumkin. Sizlar psixologik tayyorlanib, 3 kun sizlar o'sha dietada bo'lib, 3 kun o'zingizda sabr topib, keyin topshirganinglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Erkaklar 90% sizlarga bog'liq. Meni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi mavzumiz bundan ham qiziq.